Assalomu alaykum. Hozir sizga 2018-yilda tashkil topib, hozirga qadar 5 ta filialga ega bo'lgan Dialog maktabi hamda markazlari haqida ma'lumot beramiz. Qani ketdik. Dialog School maktabi 80 ga yaqin nutqida, aqliy, ruhiy va jismoniy rivojlanishida muammosi bo'lgan bolalarni 1-4 sinflarga qabul qilib, ularga ta'lim va tarbiya berib kelmoqda. U yerda logopedlar, defektologlar, rasm, musiqa, ergoterapistlar, maishiy hayotga tayyorlash bo'yicha korreksion pedagoglar faoliyat yuritib kelmoqdalar. Mazkur maktab bolalarni maktabga tayyorlab, keyinchalik sog'lom bolalar maktablarida moslashuv malakalarini shakllantirib beradi. Dialog Minor 2018-yil tashkil topgan, hozirgi kunga kelib 200 ga yaqin nutqida, aqliy, ruhiy va jismoniy rivojlanishida muammosi bo'lgan bolalarga ta'lim berib kelmoqda. U yerda logopedlar, defektologlar, rasm, neyropsixolog, maishiy hayotga tayyorlash bo'yicha korreksion pedagoglar faoliyat yuritib kelmoqdalar. Dialog BMP 2025-yil tashkil topgan, hozirgi kunga kelib 200 ga yaqin nutqida, aqliy, ruhiy va jismoniy rivojlanishida muammosi bo'lgan bolalarga ta'lim berib kelmoqda. Tinchlik filialimiz esa 2023-yil tashkil topib, hozirgi kunga kelib 50 ga yaqin nutqida, aqliy, ruhiy va jismoniy rivojlanishida muammosi bo'lgan bolalarga ta'lim berib kelmoqda. U yerda logopedlar, avoterapist, defektologlar, rasm, neyropsixolog, maishiy hayotga tayyorlash bo'yicha korreksion pedagoglar faoliyat yuritib kelmoqdalar. Va yaqinda ochilgan 5-filialimiz Botkina 2026-yil tashkil topib, hozirgi kunda 15 ga yaqin nutqida, aqliy, ruhiy va jismoniy rivojlanishida muammosi bo'lgan bolalarga ta'lim berib, u yerda logoped, defektolog, rasm, neyropsixolog, maishiy hayotga tayyorlash bo'yicha korreksion pedagoglar faoliyat yuritishmoqda. Azizlar, siz Dialog School oilasi bilan tanishdingiz. Agarda sizning ham farzandingizda mana shu kabi muammolar uchrayotgan bo'lsa, albatta quyidagi raqamlarga murojaat qiling. Barchangizni Dialogda kutib qolamiz.